Assalomu alaykum. Bugun 2 aprel 2025-yil. Mana nokni intensiv usulda ekish sxemasi bo'yicha ekilgan. Noklarimiz har 2 metrga ekilgan. Texnika yuradigan oraliq 3 metr. Shoxlar yonboshga chiqarilmagan. Shuni hisobiga texnikaga xalaqit bermaydi. 3 metr bemalol bo'ladi. Ko'chatlar ko'p joylashtiradi shunda yerga. Mana umuman yonboshga yo'q. Mana bularni yonboshga yotqizishdi mana. Bunda shoxlar qotib qolmasdan burun erta bahorda xuddi shunday qilib shoxlar ip yordamida pastga tortib qo'yiladi mana. Qoziq qoqiladi va tortiladi. Keyinchalik shoxlar o'zi qotib qoladi, keyin iplarni olib tashlash mumkin. Mana 1 litrli qilib tarbiyalangan. Yana tepadan yana shoxlar yonboshga taraladida, xuddi archa singari shakli beriladi, pastiga yorug'likni to'sib qolmasligi uchun. Shunda 1 gektarga 1,5 mingdan oshiq ko'chat ketadi. E'tiborlar uchun rahmat.